Juda ham ko'pchilik blogerlar o'zlarining istoriyalariga rasmlarni multipersonaj qilib qo'yishyapti. Juda ham ajoyib ko'rinishlarda va buni trend darajasiga chiqdi. Shuna hisobiga hech kim o'rgatmayapti. Men buni sizga tekinga o'rgataman. Buning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga oluvchi tashlab, do'stlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Buni yasash juda ham oson. Buning uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPTdan ko'rishlar mumkin. 4 xil uslubda yasasa bo'ladi. Karikatura shunaqa ko'rinishda hozirgi kundagi Pixar uslubi va Disney va yana anime uslubida yasasa bo'ladi. Buning uchun plus tugmasini ezib, o'zingiz rasmiy tanlaysiz va tagiga shunaqa o'zingiz xohlagan uslubda yozib, Pixar uslubida qilib ber so'zni yozasiz va ma'lum bir vaqtlardan keyin sizga buni yasab beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga o'xshadi deb yozing va bundan-da qiziq videolar chiqarish uchun do'stlarga ko'proq yuborib qo'yamiz akalar.